Assalomu alaykum va rahmatullohi hurmatli do'stlar. Bugungi obzorimizda telefonimiz Honor X9C telefonimiz sotiladi. Korobka hujjatlari bor, bezaryachi, telefonning holati vobshe zo'r. 8256 GB xotiralisi. Ko'rishlaringiz mumkin. 256 GB xotira bo'ladi. Snapdragon protsessor, 6600 ampere batareya, ekranlari avvalgi Edge ekran toplangan bo'ladi. Bu ancha-munchaga sinmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Tepadan tashlab olsangiz ham faqatgina to'g'ri tushsa hech bola bo'lmaydi, lekin baribir yonlari bilan tushsa yoki qattiqroq bir chekkasi bilan tushadigan bo'lsa baribir ta'siri bo'ladi. Lekin telefonda ishlashi vobshe mo'shni, tezligi tez, kameralari ham tiniq holatda. Ekranlari ham tiniq bo'ladi. 8256 GB xotira, Snapdragon 6 Gen, 6600 ampere batareya. Buni kamerasini ko'ringlar. Kamerasini ko'ringlar. Bunaqangi rasvetida chiroyli ranglari bor. Nimaga ro'yxatlardan ofitsialni o'tkazilgani, holati ham vobshe ideal sotuvdagini. Xohlasalar yangi pachkalari bor, 1 yil garantiyali ofitsialni BM'dagi. Telefonimiz yangi pachkasi $320, 8256 talisi beji poddeshga qiladi. Buni C'si Honor X9C. Bunimiz narxi hop $245 ga beramiz. Bezaryachi holatda. Telefonning o'zi korobka hujjati do'kon tomonlama garantiyasi bilan qilib beramiz. Ko'rishlaringiz bironta strashni udari yo'q. 6600 ampere batareya. Kolonkalar ovozlar, stereo dinamika, ikki tomonlama kolonkalar uqalaridan chiqadi. Balandligi, baland ovozlari va chotki ekranlari ham tiniq. Xullas bir qo'l ishlatilgan, shu usta ko'rmagan. Narxi arzon, $250 deyapmiz, $40 ga, $240 ga baraka qilamiz. Juma kunida. Telefonning holati zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat aloqaga chiqarsa, hamma vatana Honor X9C so'raganlar uchun arzon narxda qilib beramiz. Yangi pachkalari ham bor.